Quploqmi? Balo? Keling oyijon, assalomu alaykum. Nima balo ishingni quplab o'tiribsiz? Meni yuzimni ko'rmaydi quplab o'tiribsizmi? Yo'q oyijon, bolam emizib-o'tirdim, o'shanga ishim. Shuni ikki quloqingiz bilan eshiting. Meni uyim eshigini quplamang. Xohlagan paytda kiraman, xohlagan paytda chiqaman. Xo'p oyijon, qil. Bo'pti, ona men ishga ketdim. Baxtinur, nima endi xotining? Banisadan chiqqaniga 10 kun bo'lib qoldi-yu. Yotaveradimi endi? Ona bilasiz, kecha nima bo'lgan? Oz bu chiqib ishlasa zaqti, shamollab qolmasin, tag'in ozgina sabr qilib turaylik. Ha nima endimi? Sani xotiningga paniza ovqat tashib yurishim kerakmi? Endi ona doktor yotsin deganda, nima qilayman ham endi? Doktor yotgin degan bo'lsa, onasini uyiga borib yotsin. Bu katta xolasini uyi emas. Ha, oldin ko'chani tozalab supurib, keyin hovliga chiqarsiz. Oyijon, chaqaloqqa qarab turing, yig'lab qolmasin. Men supurib olaman. Voy tavba, gapingizni qarang. Biza paytda ham ishimizni qilardik, ham bolamizni qo'limizda ko'tarib ish qilardik. Tavba qildim. Baribir menga ish buyurmasa qo'ymaydi shu kelinimi? Tavba. Farzand dunyoga keltirgan ayoli sog'lig'ini zaiflik ustiga zaiflik deyishgan. Ha, bizada nima qilinadi? Bizani ba'zi bir oilalarda chillash chiqmagan kelindan ish kutamiz, choy kutamiz, tozalik, ovqat kutamiz. Bu ham yetmaganda qilgan ishidan ayb topishga balo bormi?